Kechqurun turib, uyqusini buzib, tunning 3-qismida joy namozga turib, "Ey Robbim, sendan boshqa hech narsam yo'q" deylik. Kuch-quvvatni unutaylik. Biz ishongan odamlarimizni unutaylik. Ishlarimizda kimga suyansak, hammasini unutaylik. Kim bilan qalbimiz xotirjam bo'layotgan bo'lsa, unutaylik. Moli dunyoyimizni, tanish bilishimligimizni, mansabimizni barchasini unutib turib, faqat Alloh deylik-da. Shunda Alloh azza va jalla siz bilan bizni qo'llaydi. Demak, Alloh siz bilan bizni qo'llashlik uchun bitta shart bor. Qalbimiz faqat kim bilan bo'lishligi lozim? Alloh taolo bilan. Pulingizga ham ishonmang, aka-ukangizga ham ishonmang, kimga ishoning? Allohga. Shunda Alloh taoloning nusrati keladi.